Qisib o'tir. Bizlarni bo'lg'usi kelinimiz ovqat qila olamiz, o'zi. Voy, qo'li shunaqa shirin, hamma ovqatlarni yoradi. Alisa, oshga birinchi so'z solinami yo guruchmi? Sabzi. Voy durak, guruchni qovurib sabzini dimlab qo'yibman-ku. Bo'lg'usi kuyov nima ish qiladi? Bumi katta janglar qiladi. Bosamiz og'alar! Yutqizgan ankash chuvalching raqsini o'ynab beradi. Meni qizim ham uyda hamma ishlarni bir o'zi qiladi. Alisa, o'rnimga kirlarni ham yuvib qo'yamaysanmi? Albatta yordam beraman. Voy, meni o'g'lim hamma ishni bitta qoshi bilan hal qiladi. Agar mashinada yutqizsam ikkinchi qoshimni ham qirib tashlayman. Alex Tog'an nima qildingiz? Tog'an javob nima qildingiz? Meni qizim ishlarni qilib, ukasiga alla aytib uxlatadi. Indamay uxlag'in desam, o'taniga berib yuboraman. Alisa, mana go'rsoqdagi ertak-pertak aytib ber. Bir bor ekan, bir yo'q ekan. Qizimda oyiga 3-4 million rasxoti bor. O'g'lingiz boqoladimi ish qilib? Voy, sprashvish, o'ynab bag'adi. Alisa TikTokdagi trend muzikani qo'yiverdi. Ella conmigo andaba martillando. Ella conmigo andaba martillando. Bolam ishon mahallaning oldi qiziga uylanyapsan lekin. Mes 2025 bo'lgandan keyin uylanaman-da. Samlaqqa bilan ushlading lekin. Meni qizim yana qo'lda kashta tikadi. Alisa kashta nima endi? Maqtagan qiz to'yda ana o'qiladi deganda, bu qizimiz hamma ishini pol Alisa qilingan-ku. Voy o'lik. Ku TikToker ekan-ku. Onasini ham o'xshatmasdan uchratmas degan shu bo'lsa kerak-da. Ey, chichi.